Siz hech qachon 70 daraja sovuqda ham ishlaydigan mashinani ko'rganmisiz? Biror transport vositasini tasavvur qiling. Odamlar ichkarida yashaydi, ovqat pishiradi va uxlaydi. Ammo tashqarida u kosmos kabi kimsasiz va sovuq. 1950 yillarda Amerika bu muzli qit'ani zabt etishga harakat qildi, ammo muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Keyin Sovetlar aralashdi. 3 oy ichida ular tankdan yasalgan ulkan mashinani yasashdi. Ammo haqiqiy savol shundaki, bu transport vositasi haqiqatan ham Antarktidaning o'rtasiga yetib bora oladimi? Yoki u shunchaki muz ostida yo'qolgan orzu bo'lib qoladimi? Musiqa, Amerika va Sovet ittifoqi o'rtasidagi kurash Birinchi jahon urushidan keyin ham tugamadi. Taxminan 45 yil davom etgan sovuq urush davrida ikki mamlakat qurol-yarog' va razvedkadan tortib iqtisodiyot, fan va kosmik poygagacha bo'lgan ko'plab sohalarda raqobatlashdi. Ushbu poygalardan biri Antarktidani quruqlik orqali kesib o'tish edi. 70 daraja sovuqda minglab kilometrlarni bosib o'tdi. Qo'shma Shtatlar tezda 1939 yilda ish boshladi va tez orada Snow-Truser deb nomlangan ulkan tadqiqot vositasi bilan qit'ani o'rganishga kirishdi. Biroq transport vositasi Antarktidaga yetib kelganida u qalin qor orqali harakatlana olmadi. Uning gildiraklari tiqilib qoldi. Ekipaj teskari yo'nalishda yaxshiroq harakatlanishlari mumkinligini angladi, ammo bu uzoq muddatli yechim emasligini bilishdi va missiya muvaffaqiyatsiz tugadi. Bugungi pul bilan taxminan 3-5 million dollarga teng bo'lgan transport vositasi muzliklar orasida qoldirilishi kerak edi. 7 yil o'tgach, amerikaliklar samolyotda Antarktida markaziga yetib kelishdi va Amundsen-Scott bazasini tashkil qilishdi. Biroq hali hech bir mamlakat qit'ani quruqlik orqali kesib o'tmagan edi. Sovet ittifoqi Amerikaning muvaffaqiyatsiz urinishini diqqat bilan kuzatib, 1956 yilda shunga o'xshash tashabbusni boshladi. Maqsad Amerika o'tolmagan muzning tortdan ikki qismidan iborat bo'lgan Antarktidani quruqlik orqali kesib o'tish va ilmiy va siyosiy ustunlikka erishish edi. Ikkala mamlakat ham allaqachon havo orqali bazalar yaratishga muvaffaq bo'lishgan edi. Biroq quruqlikka kirish hali ham imkonsizdek tuyuldi. Shuning uchun Sovetlar Antarktidaning ichki qismiga yetib boradigan yangi transport vositasini loyihalash uchun katta muhandislar guruhini buyurtma qilishdi. Birinchi urinishlarda ishlatilgan harbiy yuk mashinalari va traktorlar Antarktida sharoitlariga bardosh bera olmadi. Transport vositalarini 70 daraja Selsiygacha bo'lgan haroratda ishlatish deyarli imkonsiz edi. Transport vositasining yoqilgisi muzlab qoldi. Hatto arra bilan kesish mumkin bo'lgan darajada qattiqlashdi. Bundan tashqari, kislorod yetishmasligi dvigatelning ishlashini pasaytirardi. Bunday sharoitda ekipaj transport vositalarini ishlamasligi uchun ularning ostiga o't yoqishga majbur bo'ldi. Bunday sharoitda taraqqiyotning iloji yo'qligini ko'rib, Sovet muhandislari yangi transport vositasini loyihalashga qaror qilishdi. Yangi versiya yoqilgini, ekipajni va dvigatelni 70 daraja Selsiyga yetadigan haroratdan himoya qilishi kerak edi. Shuningdek, u butun 3 oylik sayohat davomida yashash maydoni vazifasini bajarishi kerak edi. Oldingi muvaffaqiyatsizlikdan so'ng, Sovet rahbariyati yangi razvedka transport vositasini ishlab chiqishni buyurdi. Bu vazifa Ukrainadagi Xarkov transport vositalarini muhandislik zavodiga yuklatildi. Muhandislarga transport vositasini loyihalash, ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish uchun atigi 3 oy vaqt berildi. Muvaffaqiyatsizlik Amerika nazarida Sovetlar uchun obro'ning sezilarli darajada yo'qolishiga olib keladi. Ushbu bosim ostida Xarkov tank zavodidagi muhandislar transport vositasini 3 oy ichida yakunlash uchun kecha-yu kunduz ishladilar. Tezlikni oshirish uchun ular o'z dizaynlarini mavjud platformaga, At-Ogir artilleriya traktoriga asosladilar. Ushbu traktor 54 tank shassida qurilgan va qiyin yerlarda xavfsiz harakatlana olardi. Yangi transport vositasi shu shassida qurilgan. Fyuzelyaj uzaytirildi, yo'l tizimi kengaytirildi va to'liq yopiq inshoot yaratildi. Bu qaror tez orada tarixga kirgan mashinaning Xarikovchankaning paydo bo'lishiga olib keldi. Xarikovchanka deb nomlangan bu transport vositasi taxminan 35 tonna ogirlikdagi ulkan hayvon edi. Uning kuchi samolyot dvigateliga yaqin bo'lgan dizel dvigateliga ega edi va juda og'ir yuklarni tortib olishi mumkin edi. Uning yonilgi baki juda katta edi. U to'xtamasdan taxminan 1500 kim yura olardi. U 60 tonnalik yukni orqa tomoniga o'rnatib, tortib olishi va 20 tonnani ko'tarishga qodir kranni ko'tarishi mumkin edi. Salon qalin izolyatsiya bilan qoplangan edi. Tashqi harorat 70 daraja bo'lsa ham, ichidagi harorat bir kunda maksimal 12 darajaga pasayardi. Bu shunchaki transport vositasi emas edi. Bu 3 oylik sayohat uchun yashash maydoni ham bo'lar edi. Xarikovchanka ekipaj u yerda tashqariga chiqmasdan bir necha kun yashashi uchun mo'ljallangan edi. Ichkarida kichik oshxona, ovqatlanish xonasi, hojatxona, radioxonasi xo'sh. Agar siz ham shunday vaziyatda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kanalni qo'llab-quvvatlashni unutmang, do'stlar.